tushunmadim, bu yerda politsiyachilar nima qilyapti? Axir bu yerda hech qanaqa jinoyat sodir bo'lgani yo'q-ku. Koreyaliklarni politsiyachimi? Tushunmadim, xitoylik politsiyachimi? Qayerdan kelib qoldi bular? Qanaqa jinoyat bo'ldi ekan? Qishloqda juda ham qiziqib ketyapman. Mana yerda Rossiyaniki, mana yerda Ukrainaniki, butun dunyoni politsiyasi qilib kelgan bilmayman. Mayli, ularni qo'ya turay. Hozir mana bu kreslamni boshqa joyga ko'chirmoqchi bo'lib turgandim. Esimdan chiqib ketibdi. O'shani ko'chirib qo'yayin. Keyin esa chiqib aniqlashtirsam bo'ladi, nima bo'lyapti, kimga nima bo'ldi, nimaga politsiyachi kelgan, kim jinoyat qilib qo'ydi, kim o'g'irlik qildimi, nima bo'ldi. Hozir chiqib aniqlashtirib kelaman, qarochi. Politsiyachilar bu yerda mashinasi turibdi, o'zi yo'q, lekin menimcha o'zi ham qayergadir ketib yuborgan shekilli politsiyachilarda. Mana bu narsalar eskirib ketdi, yemayapman, uzoqqa otib yuborayin. Qush-push terib yeb ketadi. Mana bu koreyaliklardimi, xitoyliklardimi, yaponlardimi mashinasi. Oho, politsiyachilar ko'p-ku bu yoqda. Nima bo'lyapti ekan? Janob merda uyning oldida bo'lyapti. Cho'ta janob merda pulni kimdir o'g'irlab ketganmi deyman, puli ko'p-da janob merda. Hozir aqlaymiz. Yetel qalaysan? Sen o'zbek tilida gapira olmaysanmi deyman? Gapira olaman. Gapira olar ekan. Ko'ryapsizlar, bratanlar? Assalomu alaykum. Yetel qalaysan? Nima bo'lyapti bu yoqda? Janob merda o'g'irlab ketishibdi. Janob merda qayerga o'g'irlashadi? Bilmayman, xullas politsiyachilar kelgan, lekin ular izlashmayapti nimagadir. Politsiyachilar nimaga izlashmaydi? Axir janob mer yo'qolgan bo'lsa izlash kerak. Bilmaymiz, biz aytyapmiz izlanglar deb, lekin izlashmayapti. Assalomu alaykum. Voy, uzoqda o'ynash bor. Tushunmadim. Men haligi shunchaki janob merga nima bo'lganini so'ramoqchi edim. Janob mer bilan ishing bo'lmasin, yo'qol deyapman. Axir siz politsiyachimisiz? Ha, politsiyachiman, yo'qol deyapman. Asabimga o'ynama, tushunyapsanmi axir? Tushunyapman, lekin janob politsiyachi. Voy, uzoqda o'ynash bor yigitcha. Bu yerda yosh bolalar mumkin emas kirishi. Men axir janob merda o'yin qo'l edim-ku. Tushunmadim, bular g'alati-yu. Biz ham shunga tushunmayapmiz. Bular shunchaki qo'yishmayapti bizni, lekin izlashmayapti ham. G'alati rostdan ham. Mayli, bu yerda qanaqadir dog'lar, janob merda uyida ham hech kim yo'q, faqat politsiyachilar egallab olishgan hamma yo'qni. Tushunmayapman. Obunachilar nima bo'ldi ekan? Mana bu yerda qanaqadir qon izlarimi? Qon izlari bor ekan. Mana orqamda ham qanaqadir qon izlariga o'xshash narsalar. Tushunarsiz. Mayli, hozir aniqlashga harakat qilib ko'raman, lekin mana bu yaramas politsiyachi meni nimagadir uryapti. Nimaga uryapti? Yaqinlashma deyapti. Men yaqinlashsam balki men hal qilarman. Qo'y janob politsiyachi. Axir men janob mer o'ng qo'l edim. Chap qo'li bo'lsang ham yaqinlashma. Yo'qol uzoqda o'ynash. Mayli, unda o'zingiz bilasiz, lekin yordam bermoqchi edim. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Qalaysan yigitda? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Janob merda qayerga o'g'irlab ketishibdi? Nimaga sizlar izlamayapsizlar? Esing bo'lmasin, yo'qol bu yoqdan. Janob, haligi qaysi bir janob edingiz, meni urayotgan janob. Axir nima uchun meni uryapsiz? Men janob, men senga o'zbek tilida tushuntiryapman. Bu yerda o'ynashma, yo'qol deyapman. Qo'y. Hozir seni bu yerda nimadir qilib qo'yishi mumkin. Keyin tez yordam chaqirasanmi? Xohlaganingni chaqir. Tushunarsiz. Mayli, kechirasiz. Lekin juda ham xohlaganim yordam berishni, mayli, eshikni ochib qo'ygan ekansizlar, sovuq kirmasin. Voy, aqllilik qilma, yo'qol bu yoqdan. Mayli, o'zingizlar bilasizlar. Men bularga yaxshilik qilay desam, yaxshilikka ko'nishmadi. Mayli, o'zi biladi. Nima qilsam ekan? Mayli, hozir borib nimadir yeb olmasam boshimda aylantirib tashlashdi, borib urib. Bu jinnimi politsiyachilar aholini urish mumkin emas axir. Ularda bundan xabar yo'q shekilli. Xo'p, mana sut bor ekan, sut ichib o'rayin, yaxshi bo'lib qolsa kerak. Chotki ekan, juda ham mazali sut ekan, menga juda ham yoqdi. Bo'ldi, hozir do'konga chiqib kelishim kerak. Uyda yeyishga, ichishga narsalar tugabdi. Bir sut qolgan ekan, sutni ham yeb ichib tugatdim. Hozir chiqib kelaman do'konga, ketmonda olayin. Ketmon qani edi? Qaysi ketmon edi? Mana ekan, uchar ketmon emas, bu yurar ketmon. Ketmonda nimaga olganimni o'zim ham bilmayman to'g'risi. Mayli, kerak bo'lib qolar, lekin pul olmabman. Mayli, kartadan tashlab beramanmi yoki nimadir qilaman, qarzga yozdirib kelamanmi? O'tgan marta aytgandim-ku, janob do'konchi, sen qarzga narsa olsang o'chirib qo'yaman deb. Lekin qarzga narsam yo'q edi o'shanda. Voy, yo'qol dedim men senga. Jinnimisiz? Nima uraverasiz meni? Men sizga nima qilyapman? Tekin etganman, o'tib qaytyapman. Bu yerdan o'tib qaytma, aylanib o't. Bu juda ham g'alati politsiyachilar, tushunmadim. Politsiyachi bunaqa bo'lishi mumkin emas axir. Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Kejoxa, qalaysan ukam? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Yordam berib yuboray, mana jitellar yana asabimni buzyapti. Hozir janob. Eshitdingizmi? Janob merda o'g'irlab ketishibdi. Eshitdim. Nima qilayin? Ular topolmayapti politsiyachilar. Izlayotganim yo'q hattoki. Ko'rdim, izlamayapti. Lekin izlasa juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki o'sha politsiyachilar prosta takka tursa, u politsiyachi bo'lmaydi-da. To'g'ri. Mana o'sha yetellar chiqazishga yordam berib yuboray, iltimos, Jo'xa.
Mayli, senlar o'zi nima qilyapsanlar bu yerda? Biz do'konchilikka qiziqib qoldik. O'shaning uchun bir hafta oldiga shogird tushmoqchimiz. Shogird tushmoqchimisanlar? Shogird tushma, shogird chiq manaqa, tushunyapsanlarmi? Shogird tushgandan shogird chiqqan yaxshi. O yo'q, qale, maya qara, senlar o'zi asabni yeb bitiribsanlar. Sen chiqa olmaysanlar, qisilib qolgansan doimgidek. Xuddi shunday, o'tgan marta ham qisilib qolgandim esingizda bo'lsa. Sen o'zi qilib bu joyga qisilib yurar ekansan-da, undan ko'ra qisib yursang bo'lmaydimi? Nima deganingiz bu? O, qoch deganim, yo'qol deganim, o'yin qilma deganim, asabimni buzma deganim, o'ldirib yuboraman deganim, xo'pmi? Rahmat Jo'xa, yaxshi ham borsan. Sen bo'lmasang nima qilardim? Nima kerak? Oq oladiganingni tekinga beraman senga. Bu mayli birikda olma oldim, rozi bo'lasiz. Mayli, roziman. Katta rahmat. Arzimaydi sizga ham rahmat. Lekin rostini aytsam juda ham qiziqib ketyapman. Bu yerda nima bo'lyapti ekan? Bu politsiyachilar yomon. Voy, yo'qol. Bu yerda o'tma dedim men senga. Aylanib o't. Janob, haligi lekin juda ham yomon ish qilyapsizlar. Mayli o'zingizlar bilasizlar lekin. Obbo, bir-bir bilan urishib ketdimi? Da rostdan bir-bir bilan urishyapti. Chota kelisha olmay qoldi bular. Bular haqiqiy politsiyachi emas ekanda, demak. Voy, bu yerda o'ynashma. Men senga o'zbek tilida aytyapman. Yo'qol. Mayli, endi sizlar bir-birlaring bilan urushsanglar, menda amayib. To'xtanglar-da. Voy Jetel, sen bilmaysanmi janob merga nima bo'lganini? Men bilaman. Nima bo'ldi? Uni o'g'irlab ketishgan. Uni o'zim ham bilaman. Qayergaligini ham bilaman. Menga 10 ta butilka terib kelsang aytaman. 10 ta butilka? 10 ta butilka terib ber. Shunaqasini terib kelib bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Terib ber iltimos. Mayli, hozir terib kelib beraman. Faqat aniq aytsana. Albatta, aniq aytaman. Mayli. Iloji bo'lsa aniq aytsa yaxshi bo'lar. Chunki janob merni topmasak bu qishloq parokanda bo'ladi. Mana bu yaramas politsiyachilar g'alati izlamayapti. O'zim kirishim kerak bu ishga albatta. O'zim kirishmasam o'z hech kim bunaqa narsalar bilan qiziqayotgani ham yo'q hattoki. Bilmadim, nimaga bular bunaqa qilyapti. Bular menimcha haqiqiy politsiyachilar emas. Chunki haqiqiy politsiyachilar bunaqa qilmasdi. Lekin bular kimlar unda? Menimcha bular qanaqadir politsiyachini joyini egallab olmoqchi bo'lgan bratanlarni bilmayman yoki endi politsiyachilik ishini boshlagan odamlarmi, balki hali politsiyachilikni unchalik yaxshi tushunmas bular. O'sha uchun balki shunaqa qilayotgandir. Qo'lida elektroshoker bormi? Qanaqadir tirs degan ovoz. Mana brat mashinaga qisilib qolgan, nimagadir shunaqa qilyapti shekilli. Brat sizga nima bo'ldi? Sakrashini beryapsizmi? Yo'qol, uzoq o'yna. Obbo, nima qilyapti bular? Tushunmayapman. Brat sakrashini berib qolibdi rostdan ham brat. Tutqanoq tutyapti bratanda. Mayli o'zi bilan. Brat lekin meni yomon boshimda aylantirib tashadi-yu. Rostdan boshim aylanyapti, realni boru. Nima qilding? Yaramas, boshim aylanyapti. Meni udarim kuchlilikdan boshing aylanadi-da. Voy, menga ham ta'sir qilib boshladi. Boshim aylanyapti, obunachilar. Tushunmadim. Voy, yomon boshim aylanyapti. Boshim yomon aylanyapti axir. Hozir yiqilib qolmasam ham hech gap emas. Boshim. Uxlab qolibman. Nima bo'ldi? Boshim aylanib yiqilib urdimmi? Nimadir bo'lib ketdi. Qarochi, obunachilar men yaxshiman, xavotir olmanglar. Nima qilayotganim, butulka terayotgandim. Ana Jetelga borib butulkalar beramanda, keyin janob mer topishga harakat qilib ko'raman. Hatto janob mer tezroq topsa juda ham zo'r ish bo'lardi. Janob merni topmasak qishlog'imiz yo'q bo'lib ketish ehtimoli bor. Unaqa yo'q bo'lib ketmaydi-ku, lekin baribir yo'q bo'lib ketishi mumkin. Nechta bo'ldi? 11 ta, 12 ta bo'lib ketdi. Bo'ladi menimcha. Ko'proq aytayin mayli. Aniq agar joyini aytsa roziman. 10 ta borsam ham 100 ta borsam ham roziman boru. Chunki yaxshilik qilgan bo'ladi o Jetel menga. Bu blokni mana shu qo'yib ketaveraman, farqi yo'q. Menimcha bo'ldi, boshqa bu yerdan bitta ikkita bor ekan, ularni ham olib ketayin. Bo'mijlik qilib yurishim qoluvdi bir kam. Endi janob mer uchun har narsaga tayyorman. Chunki janob mer biz uchun ham hamma narsaga tayyor edi. Va janob mer uchun ham hamma narsaga tayyor bo'lib kimdir o'g'irlab ketibdi. Mana bu yerda qanaqadir dog'lar bor, qaranglar, qonmi, nimadir dog'lar. Hayronman, mana o'sha Jetel ham qarayapti, janob merga nima bo'libdi ekan deb. Nima bo'libdi ekan? Men qayerdan bilay? Mana dog'lar nimaning dog'i? Bilmayman, qonga o'xshayapti. Qon bo'lsa, demak, burni qonagandir yoki burni qonagan emas, burni emas. Rostdan ham nimadir qilgan. Balki janob mer boshiga urib, boshini yorib o'g'irlab ketishgandir. Yo'q, bilmadim xullas. Jetel, senga 10 ta emas, 19 ta, ya'ni o'zingniki bitta edi, 18 ta olib keldim. Yo'q, zo'r malades, sen zo'rsan, haddoshi. Janob merni joyini aytaman, tayyorlan. Xullas, u tayga o'rmonida, Xorov chap tomonidagi o'sha yerda bitta eski kulba bor, o'shanga borib yashirishgan. Sen qayerdan bilding? Men ko'p narsani bilaman, lekin meni jinni deb o'ylashadi. Tushunarli. Demak,
hammasini bilib tur, bilmagandek kulib tur degandek sen hammasini bilib turibsan, bilmagandek tentay bo'lib turibsan ekanda. Mayli. Yaxshi, agar rostdan ham o'sha yoqqa bo'lsa janob mer, bu jetel uchun biz отдельный bitta qanaqadir sovrin e'lon qilamizmi, qanaqadir medalmi, ordermi bir bola beramiz xullas. Janob merni qutqarish uchun yordam berish orderini bilmayman, xullas o'ylab topamiz. Mana mashinalarning ichiga hech kim yo'q. Shu tomondagi o'rmonda, chap tomonda dedi. Mana shu tomon chap tomon. Xo'p, menga qurollar kerak, chunki har ehtimolga qarshi ehtiyot bo'lishim kerak, to'g'rimi? Qurol olib bormayman ekan yoki qurol kerak bo'lib qolmasa kerak, qurol qo'yayin. Bitta qilich olib borayin yaxshisi, chunki qilich menimcha qurolga qaraganda nisbatan yaxshiroq. Endi nimasi yaxshi bilasizlarmi? Liboyni o'rgimchak to'rlari ham bo'lishi mumkin. Eski kulba deyapti-yu. O'rgimchak to'rlarni kesishga ham yordam beradi-da bu. Xo'p, qayerda ekan? U eski tayga o'rmonining ichidagi eski kulba. Tayga o'rmonining birinchi o'rinda o'zim topib olishim kerak. Mana shu tomonda edi, chunki o'tgan marta borgandim bu o'rmonga. Estromik bilan dam olishga bormoqchi bo'lganimizda, lekin u yoqqa ketmagandik. Pastga burilib ketgandik, ya'ni o'rmon tomonga. Ya'ni yo'q, ko'l tomonga. Mana bu tomon tayga o'rmon. Mana shu yerdan boshlanadi tayga o'rmoni. Xo'p, lekin hech qanaqa, mana bu yerda bitta uy bor ekan. U tomonda ham bitta uy bor ekan, tushunmadim. Qanaqasi ikkita uy bo'lishi mumkin? Bu yerda hech kim yo'q-ku. Menimcha janob mer shu yerda bo'lsa kerak. Eshik ochilmayapti. Tak hozir qulfni bo'ldi sindirdim, yaxshi. Bu deraza ochilib yopilar ekan, juda ham yaxshi. Lekin hech kim yo'q bu yerda. Menimcha ketib qolganmi deyman-a egasi. Yoki nimadir bo'lgan, balki g'alati. Bu yerda qanaqadir joy bor ekan. Qanaqa joy ekan? Hozir tushib ko'ramiz. Xo'sh, asta-asta. Qo'y, menga tegma. Janob mer, bu yerda nima qilyapsiz? Meni o'g'irlab ketishdi, Johan. Iltimos yordam ber. Hozir ikkalamizga ham yordam kerak. Men ham tushib ketdim-ku. Ha, demak ikkalamiz ham chiqa olmaymiz endi. Shunaqa shekilli, bu yerda nima qilyapsiz? Meni o'g'irlab kelishdi. Nima uchun o'g'irlashdi? Xullas, menga pul berdi ishdi. Pulimni jo'natmadim va meni o'g'irlab ketishdi. Ana qishloqdagi politsiyachilar haqiqiy politsiyachi emas, ular o'g'rilar. Ya'ni o'sha jinoiy to'daning politsiyachi to'dasi. Ya'ni ular politsiyachiga xabar bermasliklari uchun o'zlarini politsiyachi qilib ko'rsatyapti. Tushunyapsanmi? Tushunarli. Voy, nima qilyapsanlar? Qo'y, Johan, bu yoqqa kel, bittasi kelib qoldi. Sen kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Menmi? Men kimligimni ko'rsataymi senga? Yaramas. Ko'rsat, kimsan? Ma yaramas. Janob mer, ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi? Ninzaman. Ko'ryapman, zo'r, gap yo'q. Mayli. Tak endi bu yerdan bir amallab chiqib ketishimiz kerak. Qayerdadir narvon yo'qmi, janob mer? Bilmadim, narvon topish kerak, shu yaqin atrofda narvon bo'lishi kerak. Mana bu yashiklarni, ya'ni bochkalarning ichini ko'rish kerak. Menimcha shularning ichida nimadir. Mana bu yerda bor ekan narvon. Ol, davay, tezlash. Hozir 1 minut, janob mer. Bu kartoshkalar ostiga yashirib qo'yishgan ekan. Aqlli ekan-ey bular ham. Ha, aqlli, juda aqlli. Aqli yo'q darajadagi aqlli. Aqli yo'q darajada ham aqlli bo'ladimi? Ha, shunaqa bilmayman. Xullas, ketdikmi? Davay, ortimdan chiqing, janob mer, chiqa olasizmi? Ha, harakat qilaman. Yo'q, harakat qilmang, chiqing deyapman. Hozir mana chiqyapman. Davay. Nima qilamiz hozir? Menga tushuntirib ber. Hozir tushuntiraman. Bu yoqqa chiqib keling avval. Xo'p. Ana yerda bitta eski kulba bor, ko'rdingmi chap tomonda? Ko'rdim, o kulbada nima bor? Bilmadim, men chiqa olmayapman, hozir kiyimim qisilib qolgan ekan, chiqazib olay. Mayli, ehtiyot bo'ling. Janob mer, chiqyapsizmi? Hozir chiqyapman, sabr qilib tur. Mayli, chiqing tezroq. Bu yerda adashmasam bu manyakni, manyak uyi edi bu yer. G'alati, ikki tomonlama ochiladigan eshigi bor ekan. Qanaqadir o'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar, g'alati joy. Mayli. Janob mer, keldingizmi? Ha, ketdikmi? Ketdik. To'xta, aytgancha, u politsiyachilar haqiqiy emas, o'shaning uchun ularni haqiqiy politsiyachilarga aytish kerak. Men shu yerda bo'laman. Sen borib uyingda borib telefon qil. Nimaga siz bu yerda bo'lasiz? Men voqea joyida turishim kerak, tentak. To'g'ri. Bo'lmasa siz shu yerda qoling. Men borib ularni chaqirib kelaman. Bo'pti, men kutib turaman shu yerda. Tezlash vaqt, iltimos. Mayli, janob mer. Men уже ketdim, borib ularni aytib kelaman hozir. Men ham boraymi-kana? Yo'q, qo'rqyapsizmi? Sal cho'chayapman-da. Cho'chimang, qo'rqmay turing. Hozir mana karsetni berib ketaman, kelsa birortasi urasiz, tushundingizmi? Yo'q, men uni taqa olmayman. Qo'lingiz yo'g'a, to'g'ri. Bo'pti, mayli, shu yerda turib turing, janob mer. Mayli, hozir politsiyachini chaqirib kelaman. Mayli, tezlash, iltimos. Mayli, janob mer, hozir chaqiraman.